Assalomu alaykum ahli YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, sizlar bilan laqayta. Bugun bilan maktabga boryapmiz. Endi qilib saloydan ma'lum bo'ladi. 6 maktabning ichida musobaqa bo'lib o'tadi. Assalomu alaykum hamma kuzatuvchilarga. Nom familiyam Do'stboyev So'hrob. Bu har kimga ham berilmagan. Savodi bor uchun, bolalar uchun berilgan. Birinchi joy uchun 3000 so'm pul. Birinchi nima qilishimiz kerak faqat? Assalomu alaykum ahli YouTube kuzatuvchilari. Xo'p, sizlar bilan laqayta. Jigarlar shu kunlarda maktabga kimlar shu So'hrob aynamiz kelyapti. Ingliz tilidan musobaqa qo'yamiz deb maktabga kelyapti. Bizning maktabga ham keldi. Bugun bilan maktabga boryapmiz. Endi qilib saloydan ma'lum bo'ladi. Ingliz tilidan dars beradi-da bu ma'lumimiz. Xo'p, shu haqida hozir So'hrob aynaga bir savollar beramiz. So'hrob ayna o'zi javob beradi-da. Xo'p, keyin jigarlar mana shu aynalardan shundan menimcha qizingiz, o'g'lingiz, singlingiz, ukangiz olib kelgan bo'lsa kerak sertifikatni. Shu sertifikat bu sertifikatni shunday o'zidan o'zi bermaydi. 5 ta 6 maktabning ichida musobaqa bo'lib o'tadi. Shunga qatnashadigan odamlar olayapti-da. So'hrobayni o'zingizni tanishtiring. Sertifikat haqida salgina ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum hamma kuzatuvchilarga, aziz Laqay TV kuzatuvchilari. Nom familiyam Do'stboyev So'hrob, 41-maktabda Paxtakor 2 qishlog'ida o'qib katargan bolalardanman jigarlar. Xo'p, hozirgi kunda men sizlarga 6 ta maktab o'rtasida o'tkazilayotgan musobaqa to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Musobaqa 6 ta maktab o'rtasida o'tkaziladi. 1200 ta lug'at kitobdan iborat bo'lgan kitobdan o'tkaziladi. Bu kitob juda ham qiyin emas. Juda ham oddiy terminlar kiritilgan, kalimalar kiritilgan. Har kim ham o'qisa, mehnat qilsa, bemalol g'olib bo'lishi mumkin. Xo'p, bu musobaqadagi sertifikat olganlar, qandayki Laqay TV aytgandayin, bu har kimga ham berilmagan. Savodi bor uchun, bolalar uchun berilgan. Buni maqsadi loyihamiz bilan tanishtirib o'tayin avvalo. Loyihamiz bilan tanishtirib o'taman. Bu loyihaning nomi Spelling Bee loyihasi. Spelling Bee loyihasi, marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Spelling Bee loyihasi. Keyin bu yerdagi hadafi loyihaga nimalar kirgan? O'quvchilarning o'qishi, tartibli bo'lishi va jahonbinlar o'zgarishi uchun kiritilgan. Va keyingi sahifalarda siz ko'rsangiz, bu loyihaga nimalar kiradi? Bu loyihaga nima uchun 25 kun davomida 1200 ta lug'atdan iborat bo'lgan kitobchani o'qib yotlab va ikkinchi qismi esa bu o'rgangandan keyin ekzamen topshiriladi. Ekzamenda g'oliblar uchun joylarni alohida tushuntiramiz va har bir ishtirokchilarni Dovtalab ESL Academy, ya'ni Dushanbedagi Xorijiy tillar akademiyasi nomidan Dushanbe shahriga sayohat kutyapti hammalaringizni va ana oxirgisida men sizlarga tushuntirib o'taman. Joylar, mukofotlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'p, birinchi joy uchun 3000 so'm pul, 3000 so'm pul. Shoh joiza, super priz, medal va shahoda undomalar va ikkinchi joy uchun 2000 so'm pul, medal, diplom, sertifikat va uchinchi joy uchun ham 1000 so'm pul, medal, diplom va super prizlar. Shunday qilib tushuntirganimizday, sizlar bu kelajagimiz manfaati uchun, kelajagimiz o'quvchilar manfaati uchun va kelajakda zabondon bo'lishlari uchun, misol chet tillarni o'rganib dunyo mamlakatlarida o'qishi uchun o'z hissalaringizni qo'shsalaringiz va ko'plab bu videoni Laqay TVda qo'yilgan saytlardagini publikatsiya qilib turib tarqatsalaringiz, eshitmaganlar, xabar bo'lmaganlar eshitsa va aziz xalqimizdan shu bolani ham ijodiga omad tilashini va qo'llab-quvvatlashini so'raymiz. Rahmatki bizni oldimizga chiqib shunday kutib olib, hurmat qilib kelganlaringiz uchun. Mana shunda ko'rsatishingiz mumkin. Angliyadan biz mehmonlarni olib keldikki, shu bolalarni jahonbinisi o'zgarsin, boshqacha bo'lsin deb turib. Va loyiha oxirida har bir qatnashchilarni Dushanbega sayohat bizni tashkilotimiz nomidan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Buni ham ko'rsating, buni ham ko'rsating. Xo'p, jigarlar, bunda So'hrob oyna o'zi ma'lumotlarni berdi. Menga qilaman. Men gapirgan gap qolmadi. Jigarlar, nomerlar qo'yib o'tamiz. Biz WhatsApp kanalida dars beriladi. WhatsApp kanalida kim bor, ingliz tilini mukammal o'rganaman, maktab tamomlab ketgan, aynalar ham ingliz tilini, hatto ruschani o'rganaman deganlarga, ikkita kanalda bitta ingliz tili, bitta rus tili.
Şoga kirib bemalol har kuni bitta so'z o'rgangan bo'lsangiz, siz 1 yilda 365 ta so'z o'rganasiz. Bemalol qiynalmaysiz ichiga borganingizda. Xo'p, keyin ana buni mana har bir maktabda ingliz tili ma'lumlariga 300 somon pul berilib, musobaqa qatnashiladi. Nima sabab 300 somon? 300 somon aynan bersangiz shaharga joy amang, mayli siz joy amaydi sizni ballaringiz, lekin shaharga bepul aynalib keladi. Ertaman soat 8da olib ketiladi, kechqurun soat 8da olib kelib tushiriladi. Xo'p, har bitta o'zining ma'lumlari bilan qo'shilib boradi. Biz отдельно borib, shuni ham so'mka qo'yib o'tamiz. Videoni ko'rib boring, nasib qilsa undan buyog'ida chiroyli videolar olamiz. Mana 6 maktab qaysi maktabda qo'shilgan so'rabana shuni ham ayting. Mana bu mening chanalimizagi nechinchi maktab ma'lum? 60-maktab, birinchi maktab, ikkinchisi Boshqaynar qishlog'idagi 20-maktab va uchinchisi Paxtakor 2dagi 41-maktab va Paxtakor 1dagi 56-maktab va Bog'eshmadagi 55-maktab va O'rta Qaynardagi 21-maktablar o'rtasida qatnashiladi. O'quvchilar qatnashadi. 6 maktab ekan jigarlar, xo'p, mana sizlar shu 6 maktabda mana shu shortdan hammasini tomosha qilsa kerak. Biz tomosha qilganlar bitta like bosib, komment qoldiramiz. Jannat zamon bo'lsin deymiz. Aytib o'ting, qaysi nohiyaga kelishimizni xohlasa, shu videoni maksimum podlyatsiya qilsa va kommentlarni yozib like shopov qilsa, biz shu dushanbedan kelib turib bo'lsa ham boramiz. Kommentariyada shu nohiyani otini yozib qo'ysin. Ha, tushunarli. Kommentariyada, xo'p, ingliz tili ma'lumlar biz tomosha qilgan bo'lsangizlar, qaysi nohiyaga, qaysi maktabga borgan bo'lsak, nohiyani qishloqda maktabning raqamini yozib qoldiringizlar. Aytayaptiki, biz shahardan kelib bo'lsa ham shu maktabga borib, ana o'sha maktabdan musobaqa qo'shamiz deyapti. Xo'p, Canlarınız aman bo'lsin. 15-may kuni musobaqa bo'ladi. Tomosha qilingizlar, musobaqani ham maksimum darajada qo'yib boramiz. Canlarınız aman bo'lsin. We come from by name Dotalab. What's our purpose? Our purpose is to participating at the competition of between 5 schools. We have 3 types of places, 4 winners. As well, I said that certificate diploma and medals and 3,000 something. This is the opportunity for studying, for growing up ourselves, and to be agree with the civilization, organization of abroad, to know about culture. These all things are same in here. Assalomu alaykum hammaga, yana bir bor tushuntirib o'tamanki, biz 5 maktab o'rtasida oz bunlar o'tkiryapmiz. Maqsadimiz shu bolalarni o'qish va dunyoqarashini yanada o'zlashtirish, mana bundan-da bir ko'paytirish va hatto chet mamlakatlarga kvotalar, grantlar kelgan. Mana shu grantlarda shu o'zimizning ukalarimizni, o'zimizdan chiqqan yosh kadrlarimizni o'qitish va bepul kurslarda o'qish imkoniyatlari bilan ta'minlash. Xudo xolasa bu yerdan qanday bir men fikrimcha talablar turibdi. Faqat ularni ochish kerak, chiqarish kerak. Bolalar, ukam, singlim, o'qib nima bo'laman desa, o'qib bo'laman deydi. Mehnat ko'pga cho'zilmaydi, hamma biladi. Mana shu yerdan agar maqsadim shu yerga yetish bo'lsa bo'ladi. Mana shunday yurish va harakat yetasiz. Har bir manzil bor ekan, manzilga yetishi bor. Har bir mehnat bor ekan, har bir rohat va mehnat. Umuman nomus qiling, o'zingiz bilan aql qiling, tushuning. Endi biz o'qib, maqsadli bo'lsak, ota-onalarimiz biz bilan faxrlanadi. Qo'ying, endi boshqa fikrlarni qo'yishimiz kerak. O'zgarish vaqti keldi, ukalar. O'zgarish vaqti keldi. Aqlni joyiga qo'yib, endi o'zgarishimiz kerak. Boshqacha yashashga o'rganishimiz kerak. Meni fikrim shu, bizning maqsadimiz shu. Hammaga tushunarli bo'lsin. Assalomu alaykum, yana bir bor. Yaxshimisizlar? O'qishlar yaxshimi? Mana bizni kelajagimiz, millatimiz vayonlari sizlarsizlar. Ana biz Dushanbedan Tillar akademiyasidan sizlarning maktablaringizga keldik. Maqsadimiz sizlarni dunyoqarashingizni o'zgartirish va ingliz tili va chet tillarga bo'lgan havaslaringizni oshirish. Tushunyapsizlarmi? Chet tillarga bo'lgan havaslaringizni oshirish va maqsad yo'llarini ko'rsatish. Kelajakda mashhur hamshira, doktor yoki perevodchik bo'lishlaringiz uchun biz ilmni qanday o'rganishlarini va ilm o'rganuvchilarga
qanday imkoniyatlar kutib turganligini ko'rsatishni olishimiz. Tushunarlimi? Xo'p, hozir juda ham katta qiziqarli musobaqa o'tkazilyapti. Musobaqa shartlarini sizga g'oliblarga beriladigan narsalarni tushuntirib beraman. 3000 so'm pul birinchi joyga, medal, diplom, sertifikat, super priz. İkinci joyga 2000 so'm pul, medal, diplom, super priz. Tushunarlimi? Uchinchi joyga 1000 so'm pul, medal, diplom, super prizlar taqdim etiladi. Birinchi nima qilishimiz kerak faqat? O'qishimiz kerak. Shundaymi? Молодец, o'qishimiz kerak. 1200 ta lug'atdan iborat bo'lgan kitobcha olib, o'qilishlar hammasi bor. Olib o'qishimiz kerak. Biz yetkazamiz, kitob bilan ta'minlaymiz. Faqat o'qingizlar, harakat qilingizlar, o'qingizlar. O'qib 15-may kuni har birinchi maktabda o'tadi bu musobaqa. Musobaqada qatnashib, joy olishga harakat qilishimiz kerak, shundaymi? Молодец. Nechinchi sinfsizlar? 7. Молодец. Lekin sertifikat savollarga durust javob berganlar sertifikatni bepul qo'lga kiritadi. Understand? Tushunlaringizmi? So'roq. Mening nomim Darlentin va sizlarga sertifikatlarni prezentatsiya qilamiz. Har bir to'g'ri javob egalariga mana shu sertifikatlarni taqdim etamiz. Tushunarlimi? You can start when they are ready. What is this? Çok. Sertifikat olganlar gapirmay turadi endi. Tushunarlimi? Umuman javob bermaysiz. Disklar bo'lsa kerak. Disklar bo'lsa kerak. Adres. What is this? You say pen. Who say pen? Kim pen dedi? Who say pen? Kim pen deb aytdi? Aha. Yoshlar qiziqishiga qarang. Sizlar boshqa gapirmay kim oldimi? Endi jim o'tiring. Bilsang ham iltimos cho'g'alar javob berish kerak. Please, if you correct this book, don't talk again, okay? So Sertifikat olganlar gapirmay turamiz. Tushunarlimi? Qog'ozlarni boshqa gapirmaymiz, qo'l ko'tarmaymiz. Qog'ozlar qo'l ko'tarib gapiramiz. What is this? Tamam, bakmayın. Cevap vermezliğim kerak yok. Siz sertifikat vermiyorsunuz. What do you call this? What do you call this? Stol nima deymiz? Stol. Chair. Chair? Stol nima deymiz? Chair, yes. O'tirish stuli. What do you call this? This, what do you call this? Eshik. İngilizcesi. Huh? Dur. Nima dedi? Dog. Dog. Door. What is this? Basket. Huh? Basket. Huh? Oh. Yes, excellent. Yeah. Evet. Bolani olib qo'ying. Bolani olib qo'ying. Kim o'qiy oladi? O'qiydi, boshqalar indamaydi. Kim? Buradan siyah. Kim? Jackson. Shularni oldi, boshqalarni oldi.
Takrorlayapti, adresi. I oxirida kelyapti, tog'lar. I oxirida kelyapti. If you collect this book, don't talk again. Qog'ozingda. You have this book now. Qog'ozing bo'lsa, o'qib. If you know it, tell me please. If you. Mana bu qizlarni surishtirishga bu orqada. Nabedo. Okay. Kelib Teacher. yo'ladida. Dost. You're right. If you collect this book, don't talk. Kimda qog'oz bo'lsa gapirma, qog'ozlarni ayt. Kimda qog'oz yo'q aytinglar. Qo'rqma. She said, No. She says first. Tezroq ayting. Tez gapirsin. Kim oldin aytsa, qo'l ko'tar, cho'rgab ayt. It's a sunny, holy place. It's a funny, jolly space. Coming here, you'll be glad. Love and kindness you can face. Welcome into Tajikistan. Welcome into Tajikistan. If you visit our land, she gladly you can. We live over people of the world. We live over motherland. Welcome to Tajikistan.